Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa men Toshkent shahar Ibn Sinodagi obyektimiz toshlari tayyor bo'ldi. Bu obyektimiz birinchisi mo'yka 42 ga 60 talik, рабочий stol 1 metr, gaz plitamiz 60 ga 50 talik, 22 litrli qozon. Bunda 4-5 kilo guruch damlasa bo'ladi. 1.30 ga uzunligi, ichi 80 talik mangalimiz. Mangalimizga ichi ko'ra qo'yiladi. Ko'rasiga 20 ta shashlik sig'adigan bo'ladi. Bu tomonimiz 50 litrli qozon. Bunga 10 kilo guruch damlasa bo'ladigan qozon bu. Yonida ozgina kosa-tovoq teradigan joyi. Tepasi ko'ksaroy, qopqoqlari, fartuglari, pasti Tom Brown. Xudo xolasa mangalimiz ham shunaqa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Hammalarga rahmat.